azoblar unutiladi, azoblar ketadi, ammo azoblanganlik ketmaydi dedik. Bu juda qattiq gap. Bu biz bo'laylik, bu boshqa biri bo'lsin. Hayotda yengiltaklik qilib kimlargadir ziyon beramiz va hatto azoblash mumkin. Bu azoblangan paytdagi og'riqlar tugaydi, ko'z yoshlar quriydi. Bir kuni u azobdan ingragan yuzlar balki kuladi hayotda. Ya'ni shunday hodisalar, voqealar bo'ladi, u endi tabassum qiladi. Har doim bir xil bo'lmaydi hayot. Ammo hech bir zamon u azoblanganligi ketmaydi undan. Hech bir zamon u azoblanganligi ketmaydi undan. Azoblar unutiladi, azoblar ketadi, ammo azoblanganlik ketmaydi dedik. Bu juda qattiq gap.